Assalomu alaykum O'zbekiston. Hop. Mana shu Nexia 2miz open budjetda ovozga qo'yilgan. Kim 1,5 mingta ovoz yig'ib bersa, mana shu Nexia 2miz beriladi. Hop, temir gaz bo'loni bor. Ha, ochib qo'y. Temir gaz bo'loni bor buni. Hop. Aformat qilib olishaveradi birovlar. Benzin gazga yuradi. Majigar pultlari bor. Hop. Bu shundoqqa 1,5 mingta ovoz yig'ib berganga beramiz deyilyapti. Mana shu qabriston ko'cha. Mana u to'g'ri qabristonga olib chiqadigan yo'l, keyin esa bu tarafdan ham qabristonga chiqadi. 3 ta qabristonga yig'ilinayotgan open budjetga. Hop, mashina yili necha? 2009. Shundoqqa beriladi, xudo xolasa. Motori o'tkazib qilingan. Motor hammasida ishi yo'q, xudo xolasa. Mana yosh kattalarimiz hammalari ma'qullab turilishibdi. Ozgina ustida kosmetika ishlar bor. Endi olgan odam xohlasin sotib olsin, xohlasin o'zi qilsin. 3-4 kishi bo'lib yig'ib beraman, so'tib bo'lib olsam bo'ladi. 3-4 kishi yig'ib ama 1,5 mingta ovoz yig'ib berilsa bo'ldi, qolganini shundoqqa berib yuboraveradigan varianti bo'lib turibdi. Mana shu Nexia 2 2009-yil, motor korobka, zadni moslar, hammasi balonlari yaxshi. Bu yerda ko'rsatib qo'yamiz, xudo xolasa. Mashina yaxshi holatda, xudo xolasa. Mashina Namanganda turibdi, xudo xolasa. Mana yosh kattalarimiz turibdi, oqsoqollar mashina berishga qattim yo'q, xudo xolasa. Manzilimiz Namangan Yangiqo'rg'on yo'lida, yo'nalishi Nuravshon qishlog'i, xudo xolasa. Hop, berib yuriladigan joyi. 1,5 mingta, xohlasin 5 kishi, xohlasin 4 kishi, xohlasin buni sotib pulini qilishdan qiziq yo'q, shundoqqa berib yuriladi. Faqat 1,5 mingta ovoz yig'ib berilsa bo'ldi. Telefon nomer kimligini qo'yamiz? 93lik 511 61 61. Ustam akazniki? 496 93lik 92 87. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. 1,5 mingta ovoz qilib berganga beramiz deyilyapti, shunimiz, xudo xolasa. Rahmat hammaga. Kattalar nima deysizlar? Shu qattim yo'q, xudo xolasa berib yuriladi shundoqqa. Mahallaning uchun asfalt. Bo'ldi, rahmat hammaga.